Assalomualaikum. Yana chiqardik masofamizni. Mana ko'rishlaring to'liq chiroyli bo'lib. Mana o'qishlari. Klondan kelib o'qishlar juda tezda olib borib ketamiz. Уже 650 metrdan keyin ko'lni chekib ketadi. 750 metrdan keyin уже ko'llarga tushishni boshlaydi. Boshlab 9 ta ko'lga klon berishlaring kerak. Mana shunaqa latok bo'lsa, shunaqa shu o'rtali latok bo'ladigan 300-350 likda suv sig'ishligi uchun ziyobuna bo'lganlar, barchalaringizdan Alloh rozi bo'lsin.